Hurmatli ustozlar, bu ko'rgazmamiz fizikani o'rganamiz deb ataladi. Xo'p, ko'rgazma bilan hozir tanishtirib chiqaman. Xo'p. Yuqori qismida mana fizikani o'rganamiz yozuvi. Xo'p, pastida mana 55-maktab deb qo'yilgan buyurtmachi maktabi. Bu yerlarda fizika fani bo'limlari. Kinematika, dinamika, statika, mexanika bo'limiga kiradi. Molekulyar fizika, elektromagnetizm, optika, atom va yadro fizikasi. Xo'p, bu yerda savollar. Bu yerda testlar, hozir testlarni yonishini tekshiramiz. Xo'p. Testlar bu yerda hammasi A variantiga ulab qo'yilgan. Mana birinchi test A varianti. Mana ikkinchi test A varianti. Uchinchi test A varianti. To'rtinchi test A varianti. Endi mana bu yerda kontrolni lampochkasi bor, batareyani almashtirish uchun mana bu yerga yoqib qo'yiladi. Batareyani bemalol almashtirish mumkin bo'ladi. Batareyka mana bu yerdan almashtiriladi, mana bu yerdan. Xo'p, endi zakovatonni elektr motorchasi. Mana bu batareykasi. Mana elektr motorchasi. Buni yurgizish uchun mana bu sim mana bu yerga bunday qilib o'raladi. Mana aylanyapti. Shunday qilib o'raganda aylantirilaveradi. Xuddi mana shu tartibda foydalaniladi. Endi xo'p, didaktik o'yindan foydalanish uchun bu yerga o'qituvchi 4 ta test tayyorlab solib qo'yadi. Testlarni solish jarayonida test variantlarini o'zi tuzgan test javob variantlarini to'g'rilash uchun orqa tomonidan, ko'rgazmaning orqa tomonida mana bu yerdan har bitta o'zi tuzgan testda, masalan, birinchi variantda A to'g'ri bo'lsa A ga ulab qo'yadi. Ikkinchi testida B variant bo'ladigan bo'lsa, mana bu simni bunday bo'shatib turib, bunday qilib bo'shatadi-da, mana bu yerga o'rtaga B variantiga ulab qo'yiladi, mana bu yerga. Mana. Uchinchi test qaysinga ulash kerak bo'lsa, o'shanga ulanadi. To'rtinchi test ham xuddi mana shu tartibda ulab qo'yiladi. Tayyorlab bo'lgandan keyin, xo'p, didaktik o'yinni o'tkazish uchun mana bu yerga 4 ta savol tayyorlab yozib solib qo'yadi. Foydalanish xuddi mana shu nimadan zakovatni elektr motorchasidan foydalanadi. Mana bunday qilib mana bu yerga tekkizib, xuddi haliga aylantirilganda strelka qayerga to'g'ri keladigan bo'lsa, masalan, 3 ga to'g'ri kelsa, 3-savolni olib o'quvchi javob beradi. Agar 1 ga to'g'ri kelsa, 1-savolga, agar T ga to'g'ri keladigan bo'lsa, test yechadi. Xuddi mana shu tartibda didaktik o'yindan foydalanish mumkin bo'ladi. Qisqacha ta'rifi shunday bu ko'rgazmani.